Demak, banda Allohga muhabbati ziyoda bo'lgandan keyin albatta u banda Allohni eslaydigan bo'lib qolar ekan. Yurishida, turishida, har bir holatida Robbisini eslaydigan bo'lib qolar ekan. Shuning uchun muhtaram azizlar, mana shu ulug' oyda turibmiz. Muborak Ramazon oyi. Tillarimizni behuda so'zlardan, g'iybat va shikoyatlardan, befoyda so'zlardan nihoyatda ehtiyot qilishimiz kerak. Imom Zuhriy aytadilarki, tasbihatun wahidatun fi Ramazon deydilar. Afdalu min alfi tasbihatin fi g'ayrihi deydilar. Ramazonda aytilgan bir marta tasbih subhanalloh deyish boshqa oyda 1000 marta subhanalloh degandan afzaldir deydilar. Ko'ryapmizmi? Bir marta agar subhanalloh desak, boshqa oyda 1000 marta subhanalloh deganimizdan afzal bo'lar ekan. Nimaga? Mana shu oyning barakotidan, Ramazonning ulug'ligidan. Agar ozgina sadaqat qiladigan bo'lsak, boshqa oylardagi sadaqatlardan ulug' bo'lar ekan.